Manşurga osgan, manşurga. O'zini o'zi osgan deyapti. Men ishonmayman-da, o'zini o'zi osganiga. Bo'yinlarida nima ko'garishlar, qiyilishlar bor. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida 25 yoshli kelin yashash xonadonidan o'lik holatda topildi degan murojaatga aniqlik kiritish maqsadida biz voqea joyiga yetib keldik. Marhumaning onasining so'zlariga ko'ra 2001-yilda tug'ilgan qizi 2017-yilda qo'shni qishloqqa turmushga chiqqan. Bugungi kunda 3 nafar farzandi bor. Sovchilar kelib qo'ymagani uchun maktabni bitirdi-yu turmushga berdim-da. Bular kelib qo'ymadi. Bola yaxshi ko'raman deb turib oldi, berdim. Shu 1 yil o'tar o'tmas bir janjali bo'ldi-da bularda. Dadasini chaqirdi, dadasi bordi. Boruvdi. Dada, men yasholmayman, meni olib keting deb shu payt aytganda, asos sababi qaynasi qo'ymadi. Bu ishni qilsa ham ayb topaverdi, bu ishni qilsa ham ayb topaverdi. Qizim bir holda keldi-da, oxir marta endi 2024-yil iyul oylarida keldi-da. Ishda bolasi bilan olib keldim. Shunday keldi-yu yotdi. Asta ustiga birini yopib bunday o'ramoqchi bo'ldim, dodlaverdi-da. Nimaga betyapsan? Aya ishlamang badanimda dedi. Nimaga dedim. Kuyov urdi dedi. Shunday urgan orqasi qiyilib ketgan. Hali ham yaxshi bo'lgan payt kelgan. Marhuma joriy yilning 22-aprel sanasida turmush o'rtog'i va bolalari bilan yashaydigan uydan osilgan holatda topilgan. O'sha kuni o'lgan kuni 22-aprel edi. Biz kechqurun soat 7dan o'tib 8larda o'tiribmiz. Endi choy ichmoqchi bo'ldik. Telefon bo'ldi. Noma'lum raqamdan telefon bo'ldi. Siz shuni ayasimi? Ha, shuni ayasimiz. Nimaga? Qizingiz o'tib qoldi dedi. Men hayron qoldim, tushunmam. Qaysi qizim deyapman endi. Qaysi qizim o'tib qoldi desam, shu Tepaqo'rg'onda dedi, qizingiz nega o'tib qoldi dedi. O'chirib qo'ydi. Kechki soat 8da ko'chib chiqqan uyga bordik. Borsak, yerda qaynotasi, kichkina qaynasi, uchastkavoy yana 5-6 erkaklar bor ekan. Men bora endi izladim, baqirdim, chaqirdim, endi topmay qolib. Qani kuyovni chaqirdi. Kuyov yo'q, qochib ketgan. Haligacha o'zini ko'rsatmaydi. Qizni so'rovdik, yo'q bu yerda dedi. Mortga olib ketgan qizingizni dedi. Shu yerga bordik, shu yerga borsak, qizimni o'zi shu yerdan topdik-da, o'ligini. Bizlarga aytmagan ham, qo'ymagan ham. Haqiqatan kirib ko'raylik dedik, akam kirdi. Akam kirib chiqdi. Akam ham yig'lab chiqdi. Seni bolang ekan dedi. Bizlar bortdan topib chiqdik-da, tirik sappa sog'ib olamni, o'ligini olib keldik. Lekin o'zini o'zi osgan deyapti. Men ishonmayman-da, o'zini o'zi osganiga. Bo'yinlarida nima ko'garishlar, qiyilishlar bor. Ko'kargan joylari bor. Hamma joyini olganda videolarigacha bor. U o'zini osayotgan qizmas edi-da. Shunchalar kurashaydi, bolalarni hech kimga ishonmaydi u. Biz tanganing ikkinchi tomonini ham o'rganish maqsadida kelin vafot etgan xonadonga bordik. Qaynotaning so'zlariga ko'ra, so'nggi vaqtlarda kelin o'z joniga ko'p marotaba qasd qilmoqchi bo'lganda oila a'zolari tomonidan to'xtatib qolingan. Menga o'lmaganda shuncha yaxshi. 1 yildan oshdi berga chiqarganimga. Hech kim mushayt qilmaydi. Hech bir kamchiligi yo'q edi. Bilmayman, nima jin urdi. Hozir ko'rsatdim osgan joyini. O'z joniga qasd qilmasa, bunday qilsa tirik qolish mumkin-ku. Shunchalik ham joniga to'yib ketdim ekan. Ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Millarga ma'lum qildi. Unga ko'ra olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlarida marhumaning o'z joniga qasd qilganligi yuzasidan biror bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanmagan. Shu sababli jinoyat ishini qo'zg'atish rad etilgan.